O'lim jazosiga hukm qilinganingizda so'nggi soatlaringiz qanday kechgan bo'lardi? Ertalabki soat 8 sizni o'lim buyi deb nomlanuvchi kameraga ko'chirishadi. Kichkina, sovuq qatl kamerasidan bir necha qadamlarda. Tungi soat 12 so'nggi taom. Siz deyarli hamma narsani so'rashingiz mumkin. 2 qavatli cheeseburger, bir banka muzqaymoq yoki shunchaki bitta zaytun. Bu butunlay o'zingizga bog'liq bo'lgan so'nggi qarordir. Kechki soat 4 so'nggi telefon qo'ng'irog'i. Dunyo bilan xayrlashish uchun sizda ro'ppa-rosa 15 daqiqa vaqt bor. Hech qachon aytmagan gaplaringizni aytish uchun. Vaqt siz kutgandan tezroq o'tadi. Kechki soat 8 siz so'nggi bor dush qabul qilasiz. Eski, rangi o'chgan kiyimlar nihoyat olib qo'yiladi. Sizga qattiq, yuvilmagan yangi kiyim berishadi. Oxirgi bir kecha uchun siz protokolning sovuq matosini kiyib yurasiz. Tungi soat 11 o'lim navbatchiligi boshlanadi. Qamoqxona boshlig'i va ruhoniy kamerangizga birga kirishadi. Sizlar birgalikda o'sha oxirgi yo'lakdan yurasizlar. Ko'pchilik buni yashil mil deb ataydi. Tungi soat 11:59 siz kameraga kirasiz. Oyoq va qo'llaringizga og'ir charm tasmalar mahkamlanadi. Boshliq sizdan so'nggi so'zingizni so'raydi. Siz ularni aytasiz. Soat millari yarim tungi 12 ga uriladi va hammasi qorong'ulikka aylanadi.